Oshqozon saratoni oshqozon shilliq qavat epiteliy to'qimasidan kelib chiqadigan o'simta hisoblanadi. Oshqozon saratoni dunyo bo'yicha eng keng tarqalgan onkologik kasalliklardan biri bo'lib, u oshqozonning barcha qismida rivojlanadi. Og'ir bosqichlarda boshqa a'zolarga, ayniqsa qizil o'ngach, o'pka va jigarga metastaz berishi mumkin. Gastritga olib keladigan infeksiya ham oshqozon saratonini qo'zg'atish mumkinligi haqida bilasizmi? Helicobacterium pylori haqida 100% eshitgansiz. Bu oshqozonda yashovchi bakteriya hisoblanadi. Helicobacterium pylori kislotadan qo'rqmaydi, chunki himoya fermentlarini ishlab chiqadi. Ichkariga joylashib, oshqozon shilliq qavatini kanalizatsiya qiladi. Bu esa surunkali yallig'lanish, ya'ni oshqozon shilliq qavatini surunkali yallig'lanishga olib keladi va oshqozon saratoni xavfini oshiradi. Oshqozon saratonining belgilari erta bosqichlarida kamqonlik, vazn yo'qotish, go'sht ovqatlarni xush ko'rmaslik, asteniya, epigastrit sohasida og'riq aniqlanadi. Og'ir bosqichlarda esa o'simtaning yaralanishi va parchalanishi natijasida ichki qon ketish, qon qusish yoki najasda qon aralash kelishi, ya'ni najas rangining o'zgarishi kuzatiladi. Oshqozon saratoni makroskopik shaklda ko'radigan bo'lsak, eng ko'p ishlatiladigan tasnifga ko'ra Borman tasnifi hisoblanadi. Bunda polipoid saraton, yaralangan karsinoma, qisman yaralangan karsinoma, diffuz infiltrativ saraton hisoblanadi. Oxirgi ikki shakli eng agressiv bo'lib, tez metastaz beradi. Oshqozon saratonining gistologik xulosalariga keladigan bo'lsak, bulardan eng keng tarqalgani adenokarsinoma hisoblanadi. Adenokarsinoma ham 3 ga bo'linadi, ya'ni papillyar, tubulyar va mutsinoz. Har bir turda differensial darajasiga ko'ra yuqori, o'rta va pastki differensial adenokarsinomalarga bo'linadi. Oshqozon saratoni adenokarsinomasi bu ovqat hazm qilish fermentlarini ishlab chiqaradigan oshqozon shilliq qavatning glandular hujayralarida paydo bo'ladi. Davolash turlaridan biri samaradorligi yuqori bo'lgan immunoterapiya bo'lib, ta'sir mexanizmiga ko'ra ular patologik hujayralarning ko'payishini oldini oladi, ularning tomirlarining shakllanishiniga to'sqinlik qiladi va ularning oziqlanishini keskin to'xtatadi, ya'ni bloklaydi. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda shunaqa tashxislar aniqlangan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.